Assalomu alaykum azizlar. Hammalarni boshlagan kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun Xudo xolisa bizani bahor ayyomi boshlanish kuni va qolaversa 8-mart kelayotgan ota-onalar, xotin-qizlar, opa-singillar bayrami bilan hammalarni tabriklayman. Er-xotin har doim bir tanu bir jon. Har doim oilalariga, farzandliklarini baxtiga, xo'jayinlarning baxtiga, ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim ochilib, sochilib, mana shunaqa bahor gullaridek bekorga emas, bejiz emas, bahorda 8-mart bo'lishi. Bu albatta bu majoziy ma'noda gullarning ochilishi, yangilanishi va tabiiyki bu har bir erkak ayoldan o'sha motivatsiyani, o'sha energiyani sizlardan olamiz. O'shaning uchun hammalarga borligiga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, har doim go'zal bo'lib yuringlar. Shaxsan o'zimning nomimdan, kollektiv nomidan, jamoamizning erkaklari nomidan, qolaversa Doktor Hasan klinikasi nomidan hammalarni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu gullardek har doim ochilib, sochilib yuringlar. Har bir erkakni, har bir oilani bir majoziy ma'noda simvolitski deymiz-ku endi baribir. Kirishdan ko'ra qurug'i bo'lgani yaxshi deyishadi. O'shaning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalarni yana bir bora tabriklayman. Ayyominglar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz hammalarni. Doim shu bahor gullari singari chiroyli bo'lib, erkaklarimizni ko'zlarini yashnatib, har bir ayollarimiz xonadoniga baxt saodat tilaymiz. Bolalarga baxtlilarga sog' bo'lsin. Hammalarni tabriklaymiz. Har doim mana shu sog' salomat, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Keyingi mana shu bayramlarga ham hammangiz qilish nasib qilsin. Assalomu alaykum. Hammalarga boshlagan kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Bugun Xudo xolisa bahor qolaversa 8-mart ayollar, xotin-qizlar kunlari bilan hammalarni tabriklayman. Oilalarda hammalarda tinchlik, xotirjamlik, har doim mana shunaqa 18 yoshar qizdek bo'lib yuringlar. Hammalarga avvalambor shaxsan o'zimning nomimdan, kollektiv nomidan sizlarni tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ochilib, sochilib yurish nasib qilsin. Kollektiv nomidan, boshqa yo'q kollektiv, kelmagan kollektivlar nomidan, qolgan erkaklarimiz nomidan, shaxsan o'zimning nomimdan yana bir bora tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Boringlarga shukur. Ayollar bo'lmasa erkaklar kun ko'radi. Ertalabdan keyingi ertalabgacha bu sutka davomida ayollarsiz erkakning hayoti yo'q. Vaqtimizga sog' bo'linglar, tinch bo'linglar. Hayotinglar yana ham shirin o'tishi tilab qolamiz. Ayolim yonida ko'p bo'lgani uchun birinchi farzand qanaqa dunyoga keltirish va o'rtaga taklif qiyinchiliklar, boshqa narsani hamma narsani inobatga olib yerdagi farishta deb hisoblayman. Boringlarga shukur. 8-mart bugun sizlarga qutlug' bo'lsin. Bayram muborak bo'lsin.